Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı inayet eden ilm usul fiqh degan Ustaz Abdulvahab Xallabninki şu risalasida dersimiz devam qilgan bo'lib, biz bundan üçüncü qismi Qavaid usuliyya al-lug'aviyninki bu yetta qoidani o'z ichiga olgan bo'lib, bu üçüncü qismi. Biz bunun altıncı kısmı kelip, yani am ve amның dalaleti degan şu mevzunun o'ttirg'aroq kelgan edik. Yani dalalat am degan mavzuga to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zini yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. Ustoz Abdulvahab Xallab deydi, dalalatul am, amning hukmi. Am, am bo'lish sifati bilan qanchalik bir doirani, qanchalik apparatni uqtira oladi, qanchalik apparatni o'z qo'yniga ola oladi degandek. Yuqori biz omninki alfozli umum bilan tanishib chiqdik. Kul, jami, muarrab, mufrad muarrab bi al degandan iborat. Asmai mavsula, ya'ni shu asmai shart, ismi nakira fi siyaqi nafi degandek shunga o'xshashlari. Masalan, hammasi alfozli umum. دلالة العامة أمن حكمه لم يختلف الأصوليون في أن كل لفظ من ألفاظ العموم التي بيناها موضوع لغة لاستغراق جميع ما يسلك عليه من الأفراد ولا بأنه إذا ورد في نص شرعي دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام دليل إلا إذا قام دليل تخصيص على الحكم ببعضها، وإنما اختلفوا في صفة دلالة العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع أفراد، هل هي دلالة قطعية أو دلالة ظنية. Usul ulemaları, cumhurlar olsun, ya ki fuqahalar olsun, bunun da hemmisi birlik geldi. Nime de ihtilaf kılışmadı. Nime dedi? Şunun çokum alfazıl umumda bo'lgan har qanday bir yuqorida biz bayon qilgan bu alfazıl umum, bu haqiqatan shu alfazıl umumga sodiq kelgan afrodning hammasini o'z qo'yniga ilganligiga qo'yilganligi haqida hammasi birlikka kelgan. ixtilof qilmadi. Va ixtilof qilmadi, shuningdek chuqum kasa shar'u alfozul umum va shu har qanday labz shar'iy bir nasda labz o nima alfozul umum kelib qolib qolsa, buning uchun nas keltirgan hukmninki uningga apparatning eninga uyg'un kelgan apparatning iborat hamma narsaning o'zinichu hammasiga bu hukmning sobit bo'lganligini uqtirganligicha ular hech qanday birdek nima qilmadi, ittifoq keldi, hech qanday ixtilof qilmadi. Lekinlam ixtilof qayerda desa, lekinlam ixtilof qoldi, bu usulchilar ixtilof qilib qoldi. Qachon bir taxsisning dalili şunun bir hükümne, anan ba'zi bo'lgan hükümge taxsisning dalili turib qolib qolsa, ixtilof shu yerda bo'lib qoldi. Bu ikki fariqayn jumhurlar bilan fuqarolar oralig'ida. Chuqur bular chiqishamay qoldi, birga kelamay qolib qoldi. Nima desa, bu omning dalolatining sifatida. Ki bu om taxsis qilmabdi ekan. Am tahsis qilmabdi. O'zininki u omning afrodning hammani o'z qo'yniga ilish jarayonida tak uni qo'l tekizilmabdi. Am petil turibdi. Uning hech qanday bir narsa bunday bir parchalab yerini elib, uni azroq qayd qilib, hamda kuchakdab bo'g'ib qo'ygan ish yo'q ekan, cheklab qo'ygan ish yo'q ekan. Am o'zining am bo'lish sifati bilan bu qanday xuddi tahsis qilinmabdi.
u omninki afrodning hammani o'z qo'yniga ilishqa bu tahsis qilmabdi. Bu vaqtdagi om yana om ekanda hech qanday tahsis kelmabdi, tahsis qilmabdi. U xoldagi bu om bu dalolat qat'iy demdiq yoki dalolat zanniy demdiq. Gap mushada. Bu usuli yo'llar tahsis qilinmagan omninki dalolat haqida bu yoki uni sufat haqida talash tortishib qolib qoldi deydi. Bu dalolat qat'iymi? Bu dalolat omning sufati yoki u dalolat omning sufati dalolat danniymi? Talash tortishib qoldi deydi. Tevende körümüz iki parayınınki cumhurlarla fuqahalarning talash tortishini. Fazahaba fariqun minhum ve fihim الشافعية إلى أن العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قطعية فيه فهو ظني الضلالة على استغراقه لجميع أفراده وإذا خصص كان ظني الدلالة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده. U usulçulardan bir grup kişiler vardı. U bir grup kişilerden Katar'da İmam Şafii var. Demek Şafiiciler, cumhurlar demek bundan. Cumhur ulemaları şu qarashqı badi ki çokum tahsis kılıngan am özün umum ekanligi zahir zade. Bir amken amni hech qanday narsa tahsis qilinmabdi. O özün umumida zahir. Am ekanligi aniqken u ta'lama amlan bo'lgan bo'lsa, bo'ladi ekan. Buning bir hamini qo'l tegidi. Buning bir tahsis qiluvchi bor buningga. Am bitib ketavermaydi. Buni hammani birini azroq bir cheklimiga ushqaydi. Bir taqyid, tahsis ushqaydi bu. Am madamiki u amligi zohirlan bo'lgan bo'lsa, uningda qat'iylik yo'q. Uni hammani bir kuni pachmaydi bu. Bo'shaydi bu. Bo'shab, anandan keyin uni tahsis qilishga qulaylik bo'lgan bo'ladi. Demak, bu tahsisga ehtimoli bor. Bu jumhurlarning nozik elimi. Cumhurlarning ko'z qarashida har qanday om tahsis qilinmagan bo'lsa, u tahsis ehtimoli bor deydi ekanda. Tahsis ehtimoli bor. O unda qo'ygan ekan, ash ehtimolli bo'lgan sabab bilan u qat'iy deyilolmaydi. U omninki dalolati ne deydi. Qat'iylik yo'q. O'ning dalolati danni. U om o'zining afrodining hammani yupishqanligini uqtirish qo'ygan dalolatı danni. O am yo'g'on shundoq jiq atrofni egallab olgan bo'lsa, hamil bir vaqtda onunga bir nim bo'ladi, bir hujumchi. Onunga bir ko'z tegidi, qo'l tegidi, onun bir atrofi biroz kichiklandi. Tahsis taqid qilindi. Ama xasında qilolmaydi. Am o'zining omligi zohir aniqlanmagan bo'lsa, o qat'iylik yo'q. Ne bilan? Ash tahsis bo'lgan ehtimollik bilan uning dalolatidan ne deymiz deydi. Agar tahsis qilinib qolgan bo'lsa, deydi. Bu am tahsis qilmagan vaqtda ham qat'iy bo'lmasa, agar bunu tahsis qilinib qolsa qanday bo'ladi desa, bo'ladi am yana shundoq ham dalolatdan bo'ladi, o'zining qilib qolgan shohmaklar uchun tahsis qilib bo'lgandan keyin deydi. Am tahsis qilinishdan burun ham dalolatdan ekan, ma jumhurlarning ko'z qarashi. Tahsis qilib bo'lgandan keyin yana ham uning dalolati yana danni deydi. O yaman bo'shab ketdi deydi, u am kuchib turolmaydi. Bir yerdan yuchiqcha bo'lib qolgan bo'ladi. فهو ظني الضلالة قبل التخصيص وبعده. وعم دخونكن ضلال ظني. تخصيصتن برم ضلال ظني وتخصيصتن كين هم ضلال ظني. Bir am tahsis qilishdan burun ham dalal ظني deymiz. Unaqa taxsis ehtimollik degan gap
babununga degan ehtimollik bilan. Va u taxsisdan keyin bana taxsis qilinib ketdi degan gap bir narsa sunib ketdi. Bir narsa yetilib ketdi. Sunib ketgan narsani bir qator bir onu bir yemlab, chemlab yoki bir narsamiz tikib, bu qilish bo'lgan bo'ladi. Bo'shab ketgan bo'ldi u. Bu qat'iylik darajasidan donniylik darajasiga tushib ketgan bo'ladi. O vaqtimizda taxsis qilinib ketgandan keyin aslo ham nima dalolatdan am dalolatdan nedir? Taxsisdan burunmi taxsis qilgan ehtimollikni ko'z tutib ne deymiz? Va o taxsisdan keyin ham u am endi dalolat nima ne deymiz deydi. Bu jumhurlarning ko'z qarashi. ويترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا سواء كان أول تخصيص أو ثاني تخصيص لأن الظنية يخصص بالظني وأنه لا يتحقق التعارض بين عام بين عام وبين خاص قطعي لأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين أن يكونا قطعيين أو ظنيين بل يعمل بالخاص فيما دل عليه ويعمل بالعام فيما عداه وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وخصص وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر جدا وما استفيد بقاؤه على عمومه إلا من قرينة صاحبته وإذا كان الشأن والكثير الغالب في كل عام أنه غير باق على عمومه فإذا ورد العام مطلقا عن دليل يخصصه فهو بناء على الكثير الغالب محتمل للتخصيص وعلى هذا فالعام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطعية فيه. Bu gapning foydasi nima deydi. Bu tahsis qilinishdan burun ham zanniylik seviyaga chiqib qolibdi. Tahsis qilingandan keyin ham zanniylik darajasiga tushib ketib, tavam bo'lib qolibdi, ojizlab ketibdi. Foydasi nima buniki? Bu gapning bu deyishning ahamiyati nima desa, bu gapga tartib topadi. Mushu tartib topadi, mushuni binoan. Om tahsisdan burun ham donniyat dalala, tahsisdan keyin ham donniyat dalala degan gapga tabank gap tartib topadi deydi. Nemi tartib topadi? Shu tartib topidagi chuqum dursuludi vaqtda omni xos qilish dalil zanni bilan mutlaqo tahsis qilish bo'ladi ekan degan gap bo'lib qoladi. Jumhurlarning qarshida. Ammo bunida Hanafiyning qarshida tahsis qilinmaydi. Bu omni dalil zanni bilan tahsis qilinmaydi. Omni om bilan nimani omni dalil qat'iy bilan tahsis qilish bo'ladi. Ammo omnicho dalil zanni bilan tahsis qilinmaydi. Kimning qarshida? Fuqahoning qarshida. Ammo jumhurning qarshicha ona beshida İmam Şafii bor. Bularning ko'z qarshida bu om dalil zanni bilan mutlaqo tahsis qilaversiz bo'ladi deydi. Yo'g'on bir kuchli bir palvon bir odamni kichkina bir bola urib qo'ysin qo'yaverdi degandek. Buni banan tartib shu tartibdagi durust bo'ladi. Omning doirasini kishidan qo'rish, kichiklashtirish danni dalil bilan o mutlaqo tahsis qilish bo'ladi. Mayli bu omning tahsis qilishi birinchi qator tahsis qilinsin yoki ikkinchi qator tahsis qilinsin. Bu qanday gap deganda ba'zi omlar o omni dalil zanni tahsis qilish kuchi yetmaydi. Bir omni dalil zanni bilan tahsis qilish kuchi yetmaydi dastlabda. Uni boshqa dalil qat'iy bilan bir qator tahsis qilib bo'lgandan keyin anandan keyin u dalil zanni bilan
tahsis qilish u dalil zannining kuchi yetadi. Ikkinchi tahsis demakchidir. Bo'lmasa u dalil zanni omnicho mubosharatan tahsis qilolmaydi deydi nima fuqarolar. Malni gepi cumhurlarına meyli. Meyli o birinci taksis olsun, meyli ikinci kata taksis olsun, o mutlaka am qanday qilindi tahsis qilindi dalil zanni bilan deydi. Ama o savaun kana avvala taksisin av sani taksisin bu fuqarolar qo'ygan raddiyasi maldiki. Fuqaroning ko'z qarashi mundaq. Mayli birinchi taksis yoki ikkinchi taksis olsun, bu mutlaka am delil zanni bilan tahsis qilindi. Ama fuqaroning qarshi unday emas. Am agarda birinchi qasa tahsis qilinib bo'lsa, bir delil qat'iy bilan tahsis qilinib bo'lsa bir amni, aniqlagan ikkinchi ratticho o dalil zanni bilan tahsis qilish bo'ladi deydi. Kim fuqaro. Amma inansiz am delillenço delil zanni bilan birinchi holatda, tunji holatda uni dairesini kichiktirib tahsis kuchi yetmaydi deydi. Mao jumhurlarniki bu nima bo'lgan fuqarogan raddiyasi mana shunda bir shapir bo'ladi. Mayli bizim kadar mayli bu tahsis birinchi qatimliq tahsis olsun ya ikkinchi qatimliq tahsis olsun qanday bo'lsa bo'lsin on degan delil zanni bilan mutlaqo tahsis topadi degan gap tartib topadi bu gapdan deydi. Chunki zanni degan tahsis qilindi zanni bilan. Mana am degan zanni deydi bana. Nahwan degan zanni delil zanniya delil zanni bilan tahsis qilindi. Am shuni zanni zanni yo'qashqa buncha delil zanni bilan tahsis qila olamiz deydi bular. Va chuqur mavjud bo'lmaydi taarruz am bilan va xosga qat'iy bo'lgan nima arshicho hech qanday taarruz mavjud emas. Mavjud bo'lmaydi bir-birisiga zid-mizid bo'lish. Bir am bilan xos qat'iy oralig'ida taarruz gap mavjud emas. Masalan, bir amning o'zinicha bir xos nima qila oladi? Buni mutlaqo tahsis qila oladi. Buni chataq yo'q. Hatta bu cumhurlarni qarshi emas, hatta Saadatul Ahnaf fuqaroning qarshi bo'ladi. Ular birliklik, buni ma'qul deylik bu fuqaroma. Zada amni delil qat'iyan tahsis qilindi deylik fuqaroma. Masala delil zanni bilan tahsis qilolmaydi deydi fuqarolar. Ama cumhurchi qilib bo'ladi deydi. Ve taarruz bu am bilan delil xos qat'iy arasida to'qinish bu yerda emas. Chunki bu taarruzningki nima bo'lishi mavjud bo'lishning sharti ikki delil orasida ya ikkisi qat'iy bo'lgan bo'lsa, ya ikkisi zanniy bo'lgan bo'lsa. Buningda bu vaqtda anandan keyin bu amki delil zanni bo'lgan amning o'zini biz shu jumhurga qarshi qilmasak, delil zanni bilan tahsis qilib bo'ladi. Maqsad gap mi yerda? Chunki taarruzning mavjud bo'lishini sharti ikki delil oralig'ida. Bu ikki delil bu her ikkilisi ya am ya xos ya ikkilisi qat'iy bo'lishi kerak, ya bu am bilan xos ya her ikkilisi zanniy bo'lishi kerak. Balkim amal qilindi xosqa o'zining xos doirasining ichida uqtirgan narsamizga xosga amal qilindi. Amg'imi ash o'zining xosning doirasining sir boshqa narsaning o'zida vaqt amga amal qilindi deydi. Bu cumhurlarninki hujjat emas, bularning hujjati bu bir qarash ala mazhabu alay ala mazhabu ilay. Ular o'zining bu ko'z qarashiga berishdiki, ularning dalil paketi chuqum shar'iy naslarning o'zini inchga oqtirib surishib chiqqanligining o'zi. Ki kelgan bunda alfozul umum kelgan shar'iy naslarning o'zini inchga oqtirib chiqqanlik uqtudi qarab baqsak shuni uqtudiki chuqum yo'q bir amni yo'qkan lekin bo'lsa u am zot tahsis qilinibdi. Qarab baqsak ko'p holatda amni ekanmiz, bu am zodi bu tahsisni qabul qiladi ekan. Bu bularni qarshi bir qoida kulli ekanda bir qoidasi ekan. Endi ma min ammin illa va xussisa degandek. Am degan gap yo'q. Lekin am bo'lsa tahsis qilindi.
Adem degan gap yo'q. Odamdan bo'lmasa u bol farzandni ko'radi degandek masalan. وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر. Bu ham jumhurning ko'z qarashi. Am bo'lib, am hamisha am bitqib qilish yo'q. Ammo taxsis qilinishi nihoyat ko'p, mutlaq. Va shuning bilanki, shuningga bodiki bularni o'zi shuni va ala annal am. Shuning bilan chuqum amki qilib qoldi. Am o'zining umumsiz qilib qolgan am na bak oz. Am bo'lib o'z peti qilib qolgan am bak oz. Qo'l tegmagan am yo'q. Taxsis qilinmagan am yo'q demakchi. Amni bo'lgandan keyin amg'ichu bir taxsis qiluvchi bor. Amni bor qaysi tarafdan bo'lsin, u bir taxsis qilindi. Ko'p holatda tasoddifiy bir chiqib qolish kerak u am peti o'z peti qilib qoladigan, o'zi umumiy qilib qoladigan degan buning ko'z qarashi bor. Bo'ladi. Paydalmidi bu amninki o'z umumiyati ustida qilib qolishni, lekin lamcho bir qarindinki hamroh bo'ldi, qarina bu amga hamroh bo'lgan bir qarinidan foydalandi. Bu am o'zining umumiyati ustida qachon qilib qoladi deganda bu am uni amninki o'zining umum ekanligini uqtirgan bir qarini bo'lsa, anandan keyin am o umum peti qilib qoladi ekan. Ma taxsis qilsak bo'lmaydi ekan deymiz. Enin gayrida mutlaqo g'oliba omni bo'lgandan keyin hamini uniki taxsis qilinib, uchu biroz uniki atrofi qurildi, kichiklantirildi, unda qayd qilinadi deydi. وإذا كان الشأن إيش أشنخ بوسا والغالب والكثير غالب في كل her qandaq anda ko'pincha ahvolda ish mushundaq bo'lgan bo'lsa, cho'qimanda xusu amcho o'zining umum ustida qilib qolmaydi ekan. Amlida ekanmiz, ana bo'lsa buni bir cheki bor. O am bo'lsin bir to'salg'a ma'lum doirasi bor. Shu yerga olganda bu portlaydi, yeriladi. Bunun bir taxsis qilgan bo'ladi, doira cheklandi. Amli bo'lib deganligimiz mutlaqo bir mutaxassisni qabul qiladi degan ish mushtaqla bo'lgan bo'lsa, qanday bo'lgan bo'lsa, am o'zining umumiy ustida qilib qelish uning bir qarindin lozim bo'lgan, uning hamroh bo'lgan bir qarindin bo'lgan bo'lsa, qarindin foydalandi, qarini bo'lsa, u am o'zining umumiy qilib qoldi dedik. Ish shunda bo'lgan bo'lsa, ko'pincha vaqtda anda bo'lsa, har qanday anda cho'qim am o'zining umumiy ustida qilib qolmaydi ekan. Amine u kichikildi, taxsis qilindi ekan, taqyid qilindi ekan uni. Qachon kelsa masalan bir am mutlaqo uni bir taxsis qilgan bir dalildan bir am kepti bir am, ammo uni taxsis qilgan bir dalil yo'qka, mutlaqga dalildan mutlaq uni taxsis qilgan bir dalil yo'qka am shunday kepti. فهو بناء على الكثير الغالب محتمل للتخصيص. Anda olgan ekan bu yerda bu nimeden delilden ona taxsis qildigan biroz atrofni qo'riydigan kichiktiradigan dalildan xoli bir am kelgan bo'lsa, bu xil am ko'pincha ko'p holda degan qoidaga binoan bu taxsisni qabul qiladi, taxsisni qabul qilmay amal yo'q. Bu taxsis uchun ehtimol keltirdi bu. O taxsissiz bo'lmaydi. Buni binoan mutlaq am, ya'ni taxsisdan o mutlaqga dalildan mutlaq, yani dalil kelmagan demakchi-da. Uni taxsis qildigan dalildan mutlaq bo'lgan amki, ya'ni dalilsiz kelgan am bu oshkaradir, o'zining umum ekanligi oshkara. Lekin u oshkara nada ki uningda qat'iylik yo'q. Demek amninki dalalti danni deyilken cumhurla. Hoş, bunun mukabilde biz bu Saadatul Ahnab, yani fuqahaninki göz karışını, bu kandak bunu göreyle. Ve zâbe fariqun minhum ve fîhim el-hanefiyyetu ila ennel âmmellezi lem yukhassas kat'iyyun fil umumi.
فهو قطعي الدلالة على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص صار ظاهرا في دلالته على ما بقي بعد التخصيص، أي ضمنية الدلالة عليه. ففي هذا المذهب العام الذي لم يخصص قطعي الدلالة على استغراقه جميع أفراده، وإذا خصص صار ظني الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. Biraz nazik olarak yaparken bir yerde. O usul ulemalardan bir bölük kişi, bir parça, bir malum bir cemaat bu tushunchaga bordi. Bu jamoaning ichida kim bor? Mushu jamoaning bayroqdori bo'lgan Abu Hanifa bayna, bundan fuqarolar demak. Shuni boriki cho'qim taxsis qilingan om bu qat'iy bu. Uni qo'l tegmagan tursa omga. Om taxsis qilinmagan tursa om beti sog'lom tursa Allallohul bay'a dedi. Alloh taolo bayn halol qildi va harama riba. Ribani halol harom qildi dedi masalan. Balki bunun tabii ayetli boz gerek misal berganda. Bunun hech qanday bir narsasidan taxsis bo'lmagan bo'lsa, anodga taxsis bormi anoda? Bunun faqat bir taxsis qilmagan bo'lsa bir on, u qat'iy u. Nimada o'zining umumligida. Hech qanday bunaqa taxsis ehtimolimi yo'q ana. Omni bo'ladi ekan, u om o'zining umum ekanligida bo'lmoqchiq butun yerlarga yurgizildi. Nimani bu omning hukmini. Onun afrodining birisi bu omninki qo'ynining sirtida qolmaydi. Omning doirasining sirtida qolmaydi. Buning hammaga qat'iy yurgizildi. Umumninki doirasining ichiga hammasi kirdi bu. Unda qolgandan keyin bu taxsis qilinmagan om dalil buning bu o'zininki afrodning hammasini uqtirishda bu qat'iyliklarni uqtirdi. Cumhurlarning xilofida. Cumhurlar yo'q. Onunki ba'zi uqtirdi. Hammasiga uqtirish bunun dalaleti nimmes qat'iy emas dalaletidan ne deydi? Ama mala Hanefilçi yo'q bu om maldamiki taqsis qilingan bo'lsa om. O nima taqsis qilingan bo'lsa bu omning o'zining afrodiniki hammasi uqtirish qat'iylikla uqtirdi deydi. Eğer tahsis qilinib qolgan bo'lsa bu omni agar tahsis qilinib biroz doirani kichikirtib uning ma'lum apparatlarini chiqarib o'tilib kichiklanib u vaqtda bu o'zining dalolaticha nima bo'lgan bo'ladi? Zohir bo'lgan bo'ladi. Tahsisdan keyin kelib qolgan narsa zohir bo'ladi. Om bo'lgan bo'ladi. Omning biroz doirasi kichikirtib qo'ribdi. Tahsis qilingan bo'lsa bu o'zining dalolaticha taxsis qilgandan keyin kelib qolgan narsa o'zi zohir bo'ladiki, kelib qolganning o'zini uqtira oladi. Ammo taxsis qilinib bo'lgan narsaning sirtidagi uni uqtirolmaydi. Nima? U om. Omni doirani kichiklatgandan keyin, kichiklatgan doiraning uchini o'zining kichiklatgan doiraning ichidagi apparatlarni uqtira oladi. Ammo kichiklatishdan burungi, taxsisdan burungi o aparatlarning o'zini uqtirolmaydi. Qachon nima u om, qachon u om taxsis qilinsa, vaqti demak. U vaqtda angiz u omning u aparat qo'ygan taxsisdan keyin kelib qolgan narsaga dalalati danni bo'ladi. Bir qator taxsis qilinib bo'lsa u om, anankin u dalalati danniga aylandi. Bo'lmaydi u om taxsisdan burun omning afrodining hammasi qilgan dalolat qat'iy bo'ladi deydi. İlla taxsis qilinib bo'lsa bir qator u vaqtda qanday bo'ladi? Dalolatdan bo'ladi. Bu mazhabga binoan bir omki, masalan shu fuqaroninki mazhabga binoan bir om ki taxsis qilinmagan om buning dalolati qat'iy. Afrodining hammasi mustag'raq bo'lish uchun hammani o'z qo'yniga ololadi. Nima? Om. Bir partisi uning sirtida qolmaydi. Omning ma'no madlulning mazmunninki sirtida qolmaydi. Om o'zining umumiylan bo'lsa, uni taxsis qilinmasa, butun apparatlarning hammani qat'iy uqtirdi.
Eğer tahsis kılınıp kap kalsa vakitte tahsisden keyin apparatlardan kep kalganın üzgü olan dalaltıdan niga aynıp kaladı. Bir derece onun kuş biraz acizleşiyor. Fark şu. Ve yetrettabu ala hâda vakit mı bunu ma. Hoş. Dersimizin devamı 2 saat oldu. Muşulun ikbalimiz ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alemin.